Assalomu alaykum. Sizlar bilan mashhur o'z kanali. Ertaga ham aksariyat joylarda yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. O'zgidromet ertaga 6 aprel kuni kuzatilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Toshkent shahrida ob-havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning birinchi, ikkinchi yarmida yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-12 daraja, kunduzi 22-24 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Navoiy va Buxoro viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq joriy yilning 4-7 aprel kunlari yomg'ir yog'ishi sababli respublikaning 9 viloyatida hamda tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi xabar qilingan edi. Shuningdek, 5-8 aprel kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishi sababli respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi.